sahrli diabet ikkinchi turi bilan oshqozon shunitlash amaliyotini o'tkazgan edik. 18, 19, hattoki 20 ga ham chiqib ketadi. Odamlar sahr davosi yo'q deydi. Faqat insulin oladi yoki tabletka dorilar bilan uzoq yillar diyeta qilgan holatda yashab yurish kerak deyishardi. Oyoqlardagi uyushishga bog'liq bo'lgan og'riqlar va qon bosimining yuqori darajaga ko'tarilishi, ma'lum bir miqdordagi masofadagi ichagimiz ovqat hazm qilishda ishtirok etmaydi. Shuning uchun siz ovqat yeganingiz kamroq so'riladi. Bugundan boshlab hamma narsa ovqat yeyishga ruxsat beramiz. Go'sht mahsulotlariga ko'proq yeyishimiz kerak, sut mahsulotlari ko'proq yeyishimiz kerak. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. 2 oy oldin Sobir akamizni Samarqand viloyatidan kelgan sahrli diabet ikkinchi turi bilan oshqozon shunitlash amaliyotini o'tkazgan edik. Amaliyotdan oldingi qandli diabetni juda ko'p shikoyatlari bor edi. Bu shikoyatlari organizmni sog'lom yashashiga qiyinchilik tug'dirardi. 2 oy avval bu amaliyotni, qandli diabetni jarrohlik yo'li bilan davolash amaliyotini o'tkazdik. Laparoskopik usulda, qorinni kesmagan holatda va 2 oydan keyingi natijalarni o'zlarini so'zlaridan eshitib, suhbatlarimizni davom ettirsak degan umiddamiz. Sobir aka, xush kelibsiz. Sobir aka, o'zingizni hayotingizdagi amaliyotdan oldingi shikoyatlarni bir gapirib bersangizda, amaliyotdan keyin qanday qabul qildingiz? Insulin olib yurardingiz, ular qanaqa bo'ldi? Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Bir qisqacha shoshmasdan o'zingizni bir xolisona xalqimizga fikringizni aytib bersangiz. Operatsiya qilishdan oldin sahr ko'tarildi. 18, 19, hattoki 20 ga ham chiqib ketadi. Davlina ham 180, 200 atrofida yurardim, past emas edi. Bu yerga kelib operatsiyadan chiqqandan keyin hozir mana bir 2 oy bo'ldi. Insulin olganim yo'q, tabletka yeganim yo'q, davlinaga ham, sahrga ham, hattoki davlinadan ham qutuldim. Davlinadan shikoyat qolmadi. Tushdi. Dori ham ichmayapsiz? Yo'q, uni ham yeganim. Davlinaga ham, sahrga ham, ikkalasiga ham tabletka yeganim yo'q. Yaxshi. Insulin ham olmayapsiz hozir. Odamlar sahr davosi yo'q deydi. Meni bor ekan. Haqiqatan yaxshi, yo'q. O'zim ham chaqirqladim, ishlam zo'r bo'ldi, sportivniy holatga kirdik. Uyqular qanaqa? Uyqular zo'r bo'ldi, gap yo'q, rahmat. Yeb ichishlarda qanaqa? Muammo yo'qmi? Ovqat yeyishlarda? Endi kam asta ko'paytirdik. Endi toza ko'p bo'lmasa ham bir kasacha yeyapmiz, xalq qatori. Qiynalmayapsiz? Yo'q, yaxshi. Shirinlik, masalan, hamma ovqatni yeya olyapsizmi? Ko'plar yeyapman, hammasi shirinlik ham yeyapman, kakishlik. Aha, juda yaxshi. Kam bo'lsa ham yeyapman, yaxshi. Insulinni amaliyotdan keyin necha kun oldingiz yoki umuman olmadingizmi? Amaliyotdan keyin bir marta ham olmadim. Olmadingiz. Operatsiyadan oldin 18, 19 gacha chiqaydi. Bu och qoringa chiqaydi u. Endi bu qandli diabet ikkinchi turini ko'pchilik odamlar, ba'zi bir shifokorlarimiz faqat konservativ davosi bor deylardi. Ya'ni faqat insulin oladi yoki tabletka dorilar bilan uzoq yillar diyeta qilgan holatda yashab yurish kerak deyishardi. Oshqozon kichraytirishdan tashqari ichak olib kelib ulangan. Ma'lum bir miqdordagi masofadagi ichagimiz ovqat hazm qilishda ishtirok etmaydi. Shuning uchun siz ovqat yeganingiz kamroq so'riladi. Ba'zi insonlarimiz be'tiborlik qilib, men yaxshiman-ku deb ovqat yemay yurishadi. O'ta ozib ketish yoki amaliyotdan keyingi vitamin tanqisligi, oqsil tanqisliklari bo'lib qolishiga sabab bo'lib qolishadi. Shuning uchun men sizga shifokor sifatida aytaman, bu amaliyotdan keyin eng kamida 1 oy, bo'lmasa 3 oy, 6 oy, 1 yilda shifokor nazoratida bo'lishi shart. Bugundan boshlab hamma narsa ovqat yeyishga ruxsat beramiz. Endi hamma narsa mumkin ekanda faqat shirinlikka o'tib olish kerak emas. Gazirovanni yoki energetiklikka o'tib olish kerak emas. Ya'ni turmush tarzimiz, hayotimizda yeb yurgan hamma ovqat yeymiz. Asosan ko'proq e'tibor qiladigan narsamiz go'sht mahsulotlariga ko'proq yeyishimiz kerak. Sut mahsulotlari ko'proq yeyishimiz kerak. Meva-cheva, sabzavotlar, pista, bodom, chaqchuqlar, mayizda shunaqa kaloriyasi bor, oqsilga boy, vitaminga boy sabzavotdan tortib to ko'kat salatlargacha yeyishimiz shart. Hozirgi kunda bu amaliyot holatida qandli diabetni to'liq batamom davolash usullari mavjud. Ya'ni bu amaliyotlarni biz kabi shifokorlar chet ellarga, Yevropalarga chiqib, bu amaliyotlarni organizmga kam travma bergan holatda, ya'ni qorinni ochmagan holatda laparoskopik usulda ameliyat o'tkazilyapti. Ameliyatdan keyin birinchi kun turib yuradi, bemorimiz ichishga, suyuqliklar ichishga ruxsat beriladi.
amaliyotdan keyin bemorlarimiz insulin oladigan mana guvoh bo'lib turibsiz. Sobir aka bir yedinchi ham insulin olmaganlar ham, dori ham ichmaganlar va bularga o'xshagan juda ko'p bemorlarimiz xuddi amaliyotdan keyingi avvalgi shikoyatlari batamom yo'qolishlarigacha mana guvoh bo'lib turibsiz. Qand miqdori tushishi, me'yorga kelishi, undan tashqari qandli diabetning asoratlari, ko'rishga bog'liq, oyoqlardagi uyushishga bog'liq bo'lgan og'riqlar va qon bosimining yuqori darajaga ko'tarilishi, insulin bilan ba'zi vaqtda qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turish qiyinchiliklari ko'pchiliklarda bartaraf bo'lib, turmush tarzlari juda keskin o'zgarib, sog'lom bo'lib, qandli diabetning ikkinchi turidan to'liq forig' bo'lgan holatda yashab yurishibdi. Ko'rib xursand bo'ldik. Doim salomat bo'ling. Sog'lig'ingizga befarq bo'lganingiz uchun katta rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.